yandı İpek yolda nasıl yandı İpek yolda yıldızlar yandı İpek yolda. Yaxshi sizlar ekran oldidagi barcha suyimli do'stlar, mana biz bugun Toshmehmet Botir ustozniki O'zyar madaniyat taqiti shakli shirkatida o'tirib Ipak yo'li sadosi programmasidagi hal qilg'ish musobaqasiniki mahirlarning oldini ola mashq holatiga o'tib bo'ldik. Toshmehmet Botir ustozning guruhidagi barcha o'quvchilar men va Toshmehmet ustozning yetakchiligida o'zining yaxshi aloylikni joriy qildirib, kelgusidagi mushu umumiy hal qilg'ish musobaqasi uchun o'zining shunday yaxshi bo'lgan ifodasini chiqarib o'tdi. Ekran oldidagi barcha do'stlarningki Ipak yo'li sadosidagi barliq mahirlarga madad berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Toshmehmet Botir guruhidagi barcha ustoz va mahirlar har vaqt xalqimiz uchun yaxshi narsalarni sunishga tirishamiz. Xatno yazmadı